Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir avtodromda yomg'ir yog'yapti, qor yog'yapti. Bunaqa ob-havo sharoitida hushyorlik bilan sal gaz siplenani ehtiyotkorroq bosasizlar, mashinangiz sal sirg'anib ketmasligi uchun sekin bir xilda chiqishinglar kerak bo'ladi. Qattiq gaz berib, tezlashib boradigan bo'lsangiz, mashina joyida, o'rnida aylanib qoladi mana bunda. Estakadada. O'shanga hushyorlik bilan harakatni davom ettirasizlar. Mana hozir o'quvchimizda ko'ramiz. 1 metr oralig'ida kelib to'xtaladi. Qattiq gaz berib yorishadigan bo'lsa, mashina o'chib qolishi mumkin. Joyida aylanib o'chib qolishi mumkin. Shuning uchun hushyorlik bilan shoshilmasdan mana bajaramiz. E'tibor berasizlar, mana mashina orqasi cho'kyapti. Ruchnoyi ujisikin. Ko'ryapsiz, mashina uji sirg'anib ketyapti. Yer sirg'anchiq, hushyorroq bo'lasiz. Nima demoqchiman, bu videoni qo'yishdan maqsad hozir yer sirg'anchiqligida imtihon topshiryapsizmi? Sal gaz berib chiqayotgan paytingiz mashina joyida aylanib qolmasligi uchun ehtiyot choralarini ko'ring. Hali nima deydi? Mashina yurmayapti deb hayajonlanib ketmang. Mana ruchnoy bilan foydalanishyapti, uje ruchnoy tushirdi, chiqib ketyapti. Bu ham ozgina chiyillab chiqib ketyapti, lekin bunga anaqa emas, jarima bermaydi. 100%. Shu kabi manfaatli videolardan uzoqlashmaslik uchun podpiska tashlashni unutmang. Qanaqadir savol va nimalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, обязательно har biriga javob beramiz. Instruktor Nuriddin.